Bizning bugungi yig'ilishimizda mana shuningdek yaxshi ideyani naqsh usullarimiz orqali, go'zal kayfiyatimiz orqali, ritimli san'at melodiyalarimiz orqali sizlarga yetkazishni to'g'ri topdik. Yuqorida asli men bizning bugungi aziz mehmonlarimizni bir-birlab tunishtirishni to'g'ri ko'rgan. Ammo o'ylasam, to'r ahlining to'r oldida jiroq ketmaslik uchun, ularga bir tepishmoq bo'lishi uchun barliq san'atkorlarimizni o'z navbatida hurmat bilan naqshisi bilan sahnimizga taklif etishni to'g'ri topdim. Albatta, Qashqarga biz mehmon. Bugungi faoliyatni tabrik etib, jiroqdan ochib turib, naq ulgurib, mana bu Maykar guruhining avtomobil setish markaziga yetib kelib turibdi. Shunday bo'lgan ekan, menimcha oldi bilan sahnani bizga sohibxon bo'la oladigan Qashqar yigitlarga o'tkazib bersak, ularning naqshlari bilan biz o'zimizning mehmonlik qadr-qimmatimizni his-qilsak, tamoman arziydi deb o'ylayman. Shunlashqa navbatda Qashqar xalqiga jumladan Qashqardagi o'g'il qizlar naqshlarini intayin yoqtirib oladigan, sahnaga chiqib naqsh to'lg'inida hammadan hayojondan usullarga tushib ketadigan suyimli xushovoz olqishliq naqshchimiz Mutallib Ahadni sahnamizga taklif etamiz. Qani sohibxon yigit sahnamizga baraman. Merhaba bugün ana istekli bilen, yaş niyetli bilen Maykay şirketindeki bugünkü katı faaliyeti kanatlaşımdan ve cumhuriyetlik aziz kıyımdaşlar ortakallar. Hammalarning har vaqti güzel, hayırlı hatıra olsun. Barcha hurmatli azizlarimizga men Mutallib Ahaddan chin yuragimdan hurmatli salom. Oldi bilan Maykar guruhininki bundan keyingi ishtirok utuq va nusratlarni tilaymiz. Davomli hurmatli qatnashimiz Shuhrat apamga muborak deymiz. Muborak bo'lsin. Chavaktirlar sal chiqib qoldi. Rahmat. Unda bo'lsa barcha hurmatli azizlarimiz buyuk shu katib faoliyatlarimizda ustozlarimiz qadamlashib qildi. Oldi bilan ustozlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Xush kelibsizlar ustozlar. O'qituvchilar omon bo'lsin. Ustaz rahmat. Azizlarimizning davomli Ali huzurlar uchun men Ipek yo'l sadasi programmasi bag'alni tartibda hozircha o'qiyotgan naqshlarni bir ishga uzunlik qilib tayyorlagan huzurlar sunmoqchiman. Marhamat, alg'aysa rahmat.
Rahmat. Naqshamni alqishlab bergan barcha hurmatli azizlarimizga chin dilimizdan rahmatimizni bildiramiz. Yana birani o'qiymi yo? Qarindoshimizning davomli hozirgi shu faoliyatimizning taqimi yaxshi bo'lishi uchun yaqinda men ota-onalarimiz to'g'riliq bir naqsh yozgan oddiygina bo'lsa-mu huzurga sunmoqchiman. Marhamat, anglaysizlar. Rahmat.
Teşekkür ederim. Yani böyle aşkeri intikam oldu. Çünkü biz bu yerga Qashqarning qizg'inligini, Qashqarning mahoratini, Qashqarning mehmondo'stligini shunaqa ajoyib qaynotashgan bir kayfiyatni his qilib keldik. Yuqorgi yoshlarda odamimizni sevib yutuq qaytimiz kelyapti. Shuningdek, endi Qashqarga kelib kelish uchun bizga xuddi imkonim oldin samozilayotgandek tuyg'u beradigan usulli naqshlar kerak bo'ladi. Agar bu bo'lmasa, iltimosimizni qublatsanglar. Mağrib ayaklarında. Kınalarda eğer usulü karşı algılarımızın cevap gerek kalmasılarga. Bugünkü şu faaliyetimizni yüksek büyük alanlarga chiqishi noma'lumlarimizni sizlarga iltimosimiz bo'lsa chiroyli qilib kunlarimizga jo'n bo'lib sahnaimizga chiqib chiroyli usullarimiz bilan bugünkü şu faaliyetimizni haq falakda ko'tarib bergan bo'lsalar o'zimizga chiroyli qilib kunlarimizdan to'g'ri naqshimizni ta'lim etmoqchiman bo'lsa davom kunlarimizga jo'n bo'lmaysizlar shu Maygamga bana usulü ben usulden bağlıdan bir kahraman günlerimizi sevdim bakayım. Kahraman bir çabuk çapırım sen Merhamet ha. Her yenim karanlığı, her yenim boştu. Böyle gördüm bu yönü sen hayallerde. Sana aşık olgunumdum, yok kardeş yok mu? Beni şeyda kılgan cadı
gözlerin nerede? Sana aşık bolğanımdan yok hali şokum. Meni şeyda kılgan cadu gözlerin nerede? Nerede? Nerede o gözler nerede? Nerede o gözler nerede? O güzellikler nerede? Nerede o gözler nerede? Nerede o gözler nerede? O güzellikler. Şartlığım yo'qoldi, bastı yolg'izlik. Anlaşıldım bile hamra bağlacım kurulur. Çak girildilerler elmürüp gözler. Çankıdı teşna yüreğim aldığında cümle. Çak girildilerler elmürüp gözler. Çankıdı teşna yüreğim aldığında cümle. Nerede? Nerede o gözler nerede? Nerede o gözler nerede? O güzellikler nerede? Nerede o gözler nerede? Nerede o gözler nerede? O güzellikler nerede? Nerede o gözler nerede? Nerede o gözler nerede? O güzellikler nerede? Nerede o gözler nerede? Nerede o gözler nerede? O güzellikler. Teşekkür rahmat. Rahmat, yana bir qatim suyumlik Coşkun akışçımız Mutallib Ahadga alqışlarımız bilan minnatdorligimizni bildiramiz. Mana bu kuylardan biz Qashqardagi har millat qarindoshlarning go'zal kayfiyatini, ajoyib shodiyona turmushini his qilgandek bo'ldik. Shunaqla o'zimizning usullarimiz orqali vatanimizga, partiyaga bo'lgan minnatdorligimizni bildirib olgan bo'ldik. Albatta bizning yig'ilishimiz ham Ulug' Jungo Kommunist partiyasi qurilganligining 100 yilligiga tabriklanayotgan mana shunday xosiyat damlarda ilib berilyapti. Biz o'zimizning naqsh usullarimiz orqali har soha har kasbdagi natijalarimiz orqali partiyaga, vatanga minnatdorligimizni bildiramiz. Navbatda LP bevosita taqdishi orqali nurg'un ko'rmanlarimiz, to'rdoshlarimiz söz qoldirib, supsiga söz qoldirib, bu qadimgi faoliyatning ma'nosi va yoki nima faoliyat ekanligi to'g'risida bizdan savol so'rab o'tdi. Bizning bugungi yig'ilishimizning boshlanishida xuddi Maykar guruhining mas'uli Shuhrat apandim bizga tafsil tunishtirib o'tganiga o'xshash. Bizning bu qadimgi yig'ilishimiz Qashqarning Avot rastlaridan bo'lgan mushu ko'chining ismini bir deb bersanglar. Nizlik taomlar ko'chasi. Nizlik taomlar ko'chasiga joylashgan Maygar guruhining Qashqar tarmoq do'konining ichilish murosimi. Albatta bizning mana shu o'rinda har millat iste'molchilarimiz avtomobilga ehtiyoji bo'lgan do'stlarimiz avtomobil setib olish ehtiyojini qondirish bilan birga yana avtomobil sug'urtasi setib olish, avtomobil bezash, avtomobil remont qilish, shunaqla avtomobildan setib olgandan keyingi mulozimatlarga erishishda yaxshi bo'lgan eng a'lo mulozimatga mana shu o'rinda erishiladi. Shunaqla Qashqardagi jumladan Qashqarning har qaysi noyalaridagi suyumli do'stlarimizdan avtomobil setib olishda mana shu o'rinni oldingi tanlash qilishini tavsiya qilamiz. Shunaqla Maykor guruhining ham ishonch bilan samimiyat bilan xaridorlarga javob qaytaradiganligiga ishonamiz. Xo'sh, qadrli mehmonlar, yuqorida bizga sayilxon bo'layotgan do'stlarimizdan Mutallib Ahadning naqshlariga quloq solgan bo'lsak, navbatda endi biz bilan birlikda safarlash bo'lib, sizlarga xush ovozni, atirgundek siyoqini, bulbuldek kuylarni hadiya qilish uchun naq maydonimizga qanot qilib kelgan bir suyumli do'stimizni sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Yillardan buyon u san'at ma'rifati nomi bilan nurg'un san'at maysalarining o'sib ketilishiga sabab bo'lgan bo'lsa va yoki ustoz bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda u katta san'at programmalarida, jumladan Ipak yo'li san'at programmasiga o'xshash hammamiz yaxshi ko'radigan ko'zir programmalarda ustozlik o'rnida o'tirib, texnik ko'p san'at havaskorlarining mana shu sohada natija qozilishiga yaxshi bir yetakchi bo'lyapti. U bo'lsa-mu bugun biz uchun naqsh etmoq bo'lib, alohida qadam tashlab qo'ygan suyumlik naqshchimiz, hammamiz yaxshi ko'rgan chiroyli san'atkorimiz Agil xonim, sahnimizga marhamat. Idora qiling. Xush kelibsiz-da.
Sizni ko'rib qo'yib xursand bo'ldim. Albatta bugun Ayguldanning o'rinlaydigan naqshlari balkim bizga o'xshamagan ajoyib lirik hissiyotlarni, estetik zo'qlarni ato qilishi mumkin. Ayguldanning salimi bilan o'sha sahnada qolaylik. Rahmat. Rahmat, sevgili azizlar, Qashqadaryo'dagi barliq hurmatli akalar, otalar, onalar, hadi-singillar, inalar, yaxshimisizlar? Aygul xulamdan sizlarga o'tliq salom. Maykar guruhining bundan keyingi ishlarining texmi utuqliq bo'lishini, ham so'zning texmi yaxshi bo'lib ketishini chin ko'nglimizdan tabriklash bilan birga shundoq Maykar guruhida xalqimizning turmushiga oddiylik olib kelayotgan, qulaylik olib kelayotgan va nurg'unlagan yaxshi bo'lgan shu siyosatlarni arzon bo'lsin, mayli qulaylik bo'lsin, bizning xalqimizga eng işletişten uçukur boğan şunaq bir türünü əpkirgəndə mən şunaq xoş buldum. Bundan keyin Maykar Guruhi'ninki Qashqardagi və bütün naylardagi so'zlarning texmi yaxshi bo'lib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Muhabbatlik odamlar degan naqshamni sizlarga so'g'inmoqchiman. Bu naqshamni ijodchisi, tekstini yozuvchi Yorg'ol apandim, akkordlashtiruvchi, ijodini qiluvchi Nurshad Dilshod apandim. Bu naqshida asosan ifodalanmoqchi bo'lgan mazmun biz muhabbatlik bo'lsa omad mi yog'di, baxt mi yog'di, xushallik bizga yor bo'ladi degan naqsha hammalarni o'zimni bo'lg'ay. Rahmat.
Rahmat. Hazır aytgan naqsham vals tempisdagi naqsha. Sizlarniki tanisiga tushishinglarni shuna umid qilgandim. Lekin bu qitim tushmay qoldik. Endi yana bir qitim hozir yana bir vals tempisdagi naqshni o'qib bermoqchiman. Agar uningga tushmizchi hozir biz buni bunday tushundigan bo'ldik. Aygul xonimning chiroyli naqshlariga ko'pdan-ko'p rahmat. Yana bir javob beraylik. Ayguldan nihoyatda tasda biz bilan uchrashish uchun vaqt ichidan vaqt chiqarib bizning yana nurg'un cho'lponlarimiz bor, ustozlarimiz bor, shularga o'xshash alayda bizning hurmatimiz uchun naq maydonimizga yetib keldi. Lekin men bularning tang so'ynamasligini to'g'ri tushundim. Nimishqa degan chog'da bular mas'ub ketdi naqshingizdan. Bularning putqulda jon qamidi hozir ular mushu naqshidan may bo'lib ajoyib shirin bir tuyg'ular qo'yniga g'arq bo'lib ketib, balkim o'rnidan turishni unutib qolgan bo'lishi mumkin. Yana nurg'un ishdan sir operatorlarimiz qo'llariga telefonlarini ilib, chamberka orqali bugungi o'zining Maykar guruhining Qashqardagi do'kon ichish murosimi qatnashganligini atrofdagilarga ham baharlayotdi-ku. Shunlashqa ular o'lgamayotdi. Mayli o'ynasa, o'ynadi, o'ynamasa, mushu oldida o'ltirib sizga ko'zni uzmay qarayotgan qor ko'zlar sizdan ajoyib huzurlanib turibdi-da. Sizning ovozingizdan texim yangroq bo'lishini umid qilamiz. İşleringizdan texmi bereketli bo'lishini, kasbiy hayotingizdan texmi nurani bo'lishini istaymiz. Rahmat. Mushaq sizlardek suyumlik odamlarningki menga bergan tilaklari menga bo'lgan eng chong uzuq. Rahmat eda. Undaqda navbatda yana qaysi naqshni anglash imkoniyati bordi? Men materialda ko'rishimcha, germaniyalik olimlar isbotlabdi. Shu bizning yuragimizning so'qishi 4dan 3 udar bo'yicha açaq so'qidi ekan-ku. Qandaq? Dum. Muşunu bir çavak çapaqaylı ya. Tuk. Doğru mu? Çiliniş doğru mu? Bana bildik ya. Mişayadım için biz aşı Germaniyada okup gelgen nurgun tədqiqatçılarımız var. Şuna qandı. Biz şu vals tempisini naqshlarni algan vaqtimizda yuragimiz boshqacha yashirib ketdik. Shundaq larzan tuyg'u kelalaydi. Şunun adet vals yetishini yaxshi ko'raman. O'zimning san'at kasbiy hayotimda 25 yil jarayonida etqanchki naqsham bor. Arasida ancha-muncha valslar bor. Rahmat. Bugun undan yana davomli vals anglaydi ekanmizda. Bo'ldi. Ayguldanning vals naqshlarini anglash uchun chiroyli xonim qizlarimiz olqishlarini uzmaydi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Tansilarni uzmaydi-ku, ha? Suyumli azizlar, hozir sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan naqsham Iskandar Sayfullo apandining Seni sig'inib yoki Bulbullar degan ismi bor bu naqshniki, lekin sig'inish degan ismi eng o'lchamli, Seni aslayman degan ism bo'yicha sizlarga mush naqshamni so'qimoqchiman. Agar qabul ko'rsanglar, o'zinglarni erkin qo'yib o'tib valsga tushishinglarni chin ko'nglimdan taklif qilaman. Rahmat. Bulbullar
Rahmat. Rahmat. Ko'pchilik ko'pdan ko'p rahmat. Suyumlik Aygül muallimga bizning chiroyli san'atkorimizga yiqimliq ovozi uchun, xush kuylari uchun yana bir qizg'in olqish beramiz. Rahmat. Onun boshqa hozir Alki kanalida, ya'ni bevosita taqdishida nurg'un do'stlarimiz balkim ostiga so'z qoldirish orqali ustozi bo'lgan hurmatini bildirayotgan bo'lishi mumkin. Dasta gullarni aytayotgan bo'lishi mumkin. Suyumli Aygül xonim ham shunaqla bugun naq maydonimizga yetib kelgan barcha san'atkorlar sal turib, mana shu bevosita ko'rsatishning qayta ko'rsatilishini ko'rdi-chu, qandaqroq etdim deb. Shu vaqtida o'zlariga bo'lgan mehr muhabbatni cho'nqur his qilish uchun hozir ekran oldidagi to'rdosh do'stlarning to'xtamasdan qizil gul avatish orqali ustozlarga hurmat bildirishini shunaqla ularga bo'lgan go'zal tilaklarini ifodalashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Qadrli mehmonlar, albatta biz bugun ichilish murosimi nomi bilan Maykar Guroyining Qashqara do'konini ziyorat qildik hamda uning qo'shaliqiga jo'r bo'lyapmiz. Shundoq bo'lgan ekan biz bu yerda ichilish murosimiga xos bo'lgan ham shuningga loyiq ish faoliyatlar bilan ancha-muncha shug'ullanishimiz kerak deb o'yladik. Navbatda biz lenti kesish murosimini ilib bormoqchi. Shunlashqa do'stlarimizning darhol mana shu sahnada bizning qo'shaliqimizga jo'r bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bugungi lentini kesib berishga eng oldi bilan Shuhrat apandimni taklif etamiz. Shuhrat apandim sahnamizga marhamat. Jo'shqin muzikalar yangrab bergan bo'lsa, rahmat sizlarga. Onun başqa yana mazkur tarmoq do'konninki mas'ullaridan Ko'rash apandim, Aliya xonim sahnamizga marhamat. Sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Sizlarning muborak qo'ldiringlar bilan qizil lentalarni kesib berishga taklif etamiz. Marhamat. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi mehmonlar, balkim nurg'un to'rdosh do'stlarimiz damalliqqa hozir bizning bevosita ko'zishimiz kirganlik sababidan bugungi faoliyatimizning asosiy mazmunini bilamay qilayotgan bo'lishi mumkin. Biz bugun Qashqar shahridagi yemak-ichmak ko'chasiga joylashgan Maykar Guroyininki tarmoq do'konining ichilish murosimini tabriklash bilan birga mana mushu o'rindan avtomobil setib oluvchilarga minnatdorligimizni bildiryapmiz. Shunaqla bundan keyin bu joyning tijoratining texim yaxshi bo'lishiga go'zal tilaklarimizni tilayapmiz. Azizon Qashqardagi jumladan Qashqarning har qaysi noyalardagi har millat xalq ommasiningki mana shunday qulaylik bo'lgan avtomobil setib olish o'rinlaridan avtomobil setib olish ehtiyojini qondirish bilan birga avtomobil setib olgandan keyingi sug'urta, bezash, remont qilish, asrash qatorliq mulozimatlarda Maykarning tarmoq do'konlarini oldin tanlash qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xinundaqda qizil lentalarimiz hozir taqibdi. Biz qizil lentalarni kesib berishga shirkat mas'ullarini alayda taklif etdik. Qani marhamat. Oldin qirat to'ltagan ustozlarimizning qiyofatidan ajoyib bir hayajonga to'lgan bo'lishi mumkin. Ularning qatorida nurg'un yillardan buyon o'zining tetimliq naqshlari bilan ulug' vatanimizni, go'zal turmushimizni, muhabbat hayotimizni kuylab kelayotgan san'atkorlarimiz bor. Ularni bugun oltin bo'ylari bilan, muborak qadamlari bilan naq maydonimizga yetib keldi. Shunday bo'lganida navbatda men ham o'zim intayini yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, albatta bizning qurdoshlarimiz va yoki bizning aka-adilarimiz ham naqshlarini suyib anglagan, muhabbatli kuylari bilan, jo'shqin qiyofati bilan, shundaqla yurakka boradigan tekstik naqshlari bilan bizning olqishimizga erishib kelayotgan cho'lpon naqshimiz Mo'minjon Ablikim apandimni hayajon bilan sahnamizga taklif etib olay. Qani Mo'minjon aka, sahnamizga marhamat. Chava! Rahmat. Maçavukuna yeterli komediya mikrofonu berishga mang'izroq kuch ketadi. Ekran oldidagi to'rdoshlar bilan birlikda qizg'in chavak kerak. Chavak. Didor g'animat. Salom azizona Qashqar diyordagi barliq aziz do'stlarimiz. Yaxshimisizlar? Rahmat, qizg'in olqishinglar bilan taklif qilganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun Maykar Guroyininki mamlakat bo'yicha 500 do'koni bor shunday bir kuchli korxonaning Qashqar, azizona Qashqar diyoriga kelib yerlashganligidan intan xursand bo'ldik. Shuhrat apandim muborak bo'lsin. Tijoratinglarning texmi ro'naq tepib, kundan-kunga yuksalib, Qashqarning noy-noylarga berishinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Maykar Guroyiga futuq cho'ng natijalarni tilayman. Rahmat. Qani navbatda barcha aziz do'stlarimizning bugungi eshitish murosimiga atab
Açılıp saçılıp ketip sen yar namılık nakşı bilen usluq teklif qilmoqchiman. Marhamat. Bugün yarın özgücüsen, yüzünde nurlar çaçısan, keyfiyatımni açısan, gül gibi içilip gidipsen ya. Gül gibi içilip gidipsen ya. Hemmeni bir qaratıp, ambar uy bar taratıp, hemmeni bir qaratıp, ambar uy bar taratıp, körgen gözlerini ayırtıp, dilga ot silip gelisen ya. Dilga ot silip gelisen ya. Almadık güzel yüzünden, bulaktık koma gözünden, hayda değişirin sözünden, açılıp saçılıp gidipsen ya. Almadık güzel yüzünden, bulaktık koma gözünden, hayda değişirin sözünden, açılıp saçılıp gidipsen ya. Sözlep mulayim, kıldın bu asir gülayim. Sözlerin sözlep mulayim, kıldın bu asir gülayim. Gözteklisin dep güzelim, düşlerim gekirip gelisen yok. Külge özüge yaraşkan, dilim söz edim nadaşkan, körüp gözlerim amaşkan, açılıp saçılıp gidipsen yar. Açılıp saçılıp gidipsen ya. Almadık güzel yüzünden, bulaktık koma gözünden, hayda değişirin sözünden, açılıp saçılıp gidipsen ya. Almadık güzel yüzünden, bulaktık koma gözünden, hayda değişirin sözünden, açılıp saçılıp gidipsen ya. Gözlerin çok parlap durar, nigahların oynap durar. Gözlerin çok parlap durar, nigahların oynap durar. Yüreğim tekrarlap urar, yüreğim tekrarlap urar. Dilga ot silip gelisen ya. Dilga ot silip gelisen ya. Almadık güzel yüzünden, bulaktık koma gözünden, hayda değişirin sözünden, açılıp saçılıp gidipsen ya. Almadık güzel yüzünden, bulaktık koma gözünden, hayda değişirin sözünden, açılıp saçılıp gidipsen ya. Rahmat, teşekkür sizlarga rahmat. Uzundan beri qo'llab quvvatlab, naqshimizni yaxshi ko'rib, biz uchun orqa terak bo'lib kelayotgan, sahna hozirlab berayotgan barcha xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman va shundaqla 24 yillik san'at hayotimning natijalaridan bo'lgan sizlar bildigan lirik naqshlarni ancha-muncha uzunda qilib aytib bersam, bildigan naqshlarlar bo'lsa, men bilan birga aytib bersanglar, umid qilaman. Marhamat, rahmat. Untuk istimewa naqshlar uchun. Marhamat.
Aşkan çağlar azmedi. O demlerini yürümedim asla. Biz barmadan bağlar var mıydı? O bağlarga koymadım desem. Biz barmadan bağlar var mıydı? O bağlarga koymadım desem. Var izlerini öçürdüm sundan. Seni menki unutup gideydim. Var izlerini öçürdüm sundan. Seni menki unutup gideydim. Külüp durgan ruhsarın bana. Hiç kalbimden ötmedi ecel. Bey. Rahmat, suyumlik sanatkarımız hemmimiz yaxşı gördüğün bizning faxrlik qarindoshlarımızdan bir bo'lgan Mo'minjon Abdukim efendimning bizni hayajonga solgan naqshlarga qanday qilamiz? Xush kelibsiz aka. Yani güzel sorularda, xayrli chiqilishlarda, muborak mana shuningdek uchrashlarda sizning qomatingizni ko'rishni orzu qilamiz. Sizga salomatlik tilash bilan birga yana kasbiy hayotingizga texmi zo'r utuq va muvaffaqiyatlar tilaymiz. İşlaringiz barakatli bo'lsin. Rahmat. Qadrli mehmonlar, hem ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, ushbu damlarda sizlarning ishtirok qilayotganinglar Maykar guruhining Qashqar shahri Davlatbog' yemak-ichmak ko'chasiga joylashgan tarmoq do'konining ichilish murosimi ham shundaqla xaridorlarga minnatdorlik bildirish faoliyati. Biz bugungi faoliyatni ilib berish orqali eng oldi bilan ulug' vatanimizga, ulug' partiyaimizga o'zimizning mehr muhabbatimizni, tashakkurimizni bildirish bilan birga ham shundaqla o'zimizning shodlik naqshlarimiz orqali inoq jamiyatimizga, bizning go'zal turmushimizga rahmatimizni, minnatdorligimizni bildirib turibdi. Texmo muhimi Manım partiyasi hukumatning yaxshi siyosatlari bilan taraqqiy qilayotgan korxonchilarning ishlariga utuq tilash bilan birga ularning eldan ilib elga qaytirish siyosati bilan texmo ko'p har millat iste'molchilarga yaxshi bo'lgan turlarni ilib kelishini, ularning turmushi qulayliklarni ilib kelishini istab turyapmiz. Shunlashqa Maykar guruhining ham bundan keyin o'zining taraqqiyot yo'lida xalqni birinchi o'rniga qo'yib, xalqning ehtiyojini, xalqning manfaatini chiqish qilgan asosda texmo ko'p yaxshi turlarni barliq keltirishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bizning bugungi faoliyatimiz başlanıp uzun ötmeylam Qashqar viloyatining boshqa nahiyalaridagi jumladan Yingsar nahiyasidan mana shu Maykar guruhiga vakolatchi bo'lib, mazkur turni Yingsar nahiyasida ichish to'g'risida xush xabarlar yetib kelib o'tibdi. Do'stlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Ham shunaqla sizlarning dastlabki hamkorliklarning muvaffaqiyatli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Albatta Maykar guruhi nomidan yana mazkur turga jumladan avtomobil setib olish, avtomobil asrash, avtomobil sug'urta setib olish, avtomobil remont qilish va kaza avtomobilga munosabatlik barliq turlarni qamday oladigan tarmoq do'kon ichish xiyoli bor. Shunaqla igilik tiklash orqali taraqqiyot fursatiga ega bo'lishni xohlaydigan do'stlarimizning Maykar guruhi bilan aloqalashib mazkur turni surishtirib ko'rishini ham tavsiya qilamiz. Hamkorliklar xayrli bo'lsin. Qadrli mehmonlar, yuqorida biz Mo'minjon Abdukim efendimning yiqimliq naqshlariga quloq soldik. Albatta yana oldimizda nurg'un do'stlarimiz biz uchun xizmatda bo'lish uchun nihoyat go'zal qiyofatda tabassumlar bilan o'ltiribdi. Shularning qatorida biz boshda cho'nglarning kichiklarga fursat yaratib berishi bilan va yoki o'rin berishi bilan Mo'minjon akamning naqshlarini olgan bo'lsak, endi ularning cho'nglariningki yani ulağı hem yetekçi, ulağı hem yolbaş buluvatkan at yolluk sanatkarı cümleden biz hemimiz yaxşı gördüğün özün ömür hayatı da partiye vatanda köyleydiğin nurgun isil sanat eserleri bilen bizge zuh baxş etken hem şundaqla naqşları bilen jürkimizge dava bolgan özünki qadamlari orqali bizga erkaklikni ifodalab kelayotgan shunday bir san'atkorimizni taklif etmoqchi. U bo'lsa-mu, hammamiz yaxshi ko'radigan cho'lpon san'atkorlarimizdan Ablat Abdukim ustoz.
Suyumlu kompozitorimiz, xush ovoz naqshchimiz, ustozimiz, san'atkorimiz, cho'lpinimiz, yulduzimiz Ablat apandimni chavaqlar bilan yana bir qatim sahnamizga taklif etib olaman. Sahnamizga marhamat. Rahmat. Nijot ilmning shu navatdek, qandek, shirin söz tillarga gap ketmaydi. Adamninki anglasa xuddi isil naqshidan huzur olgandek bu ilmning har bir so'zli shundoq dona, shundoq ravon. Ilmninki deganlardek shundoq bo'lish uchun davomli tirishimiz. Bugun Qashqar diyoriga kelib, Maykarninki Qashqar diyoridagi barliq mashina mulozimat ishlaridagi ehtiyojdagi xalq, har millat xalqi uchun tunji qatimliq bayroqlar tunji do'konni ochganligininki echilish murosimi munosabati bilan Maykarning taklifi bilan Qashqar diyoriga kelib har bir sizlar bilan o'z ko'rishib turyapmiz. Ammo shu naq maydondagi barliq azizlar, shundaqla ekran oldidan hozir naq maydonni ko'ryotgan hammalarga bizdan sig'inishli salomlar bo'lsin sizlarga. Rahmat. Inim Nijot aytganidek, bugünkidek mushundoq katta Maykarninki üzülmey tarmaq do'konlarninki echilib turishlari, savdolarninki mushundoq yaxshi rivojlanishlari, har millat xalqninki bugünkidek besh baxtiyor zamonlardan biz vatanimizdan, partiyamizdan minnatdor bo'lmay tura olmaymiz. Shundaqla mushundoq baxtiyor kunlarda, mushundoq yaxshi payt fursatlarda albatta vatanimiz uchun minnatdorlik bildirishni ham unutmaymiz. Shuning uchun men bugungi mush faoliyat hammalarga vakolatan davlatimizga minnatdorlik bildirish hissiyot tuyg'ularimizni so'zlab Dajungo degan o'rtoq tildagi qo'yidiki Dajungo degan naqshi bilan naqshamni bugun boshlab kelsam yana sizlar uchun davomli xizmatda bo'lamiz. Rahmat.家名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。家里盘着两条龙，是长江与黄河呀，还有珠穆朗玛峰儿是最高山坡。我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。看那一条长城万里在云中穿梭呀，看那青藏高原比那天空还辽阔。我们的大中国呀，好大的一个家，经过那个多少那个风水和雨打。我们的大中国呀，好大的一个家，永远那个永远那个我要伴随他。中国，祝福你，你永远在我心里。中国，祝福你，不用千言和万语。都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。家里盘着两条龙，是长江与黄河呀，还有珠穆朗玛峰儿是最高山坡。我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。看那一条长城万里在云中穿梭呀，看那青藏高原比那天空还辽阔。我们的大中国呀，好大的一个家，经过那个多少那个风水和雨打。
我们的大中国呀，好大的一个家，永远那个永远那个我要伴随它。中国祝福你，你永远在我心里。中国祝福你，不用千言和万语。中国祝福你，你永远在我心里。中国祝福你，不用千言和万语。Bayan Nicatov kam samadek bir gapni qilib qoldi. Qashqarga kelib sama o'ynamasak bo'lmas. Mushundaq Maykarniki Qashqadaryodagi tunji Bayroqlar dukuning echilish marosimida hammalar mushundaq tantana qilib o'tirayotgan mushu paytlarda to'y to'kun hayit bayramlarimizda kam bo'lmay kelayotgan samalarimiz yana mishadi yangrasin. Maykarliklar mishi naq maydondagi hammalar o'tirib tushib qizg'in samalarımızga jir bo'lib ketsak marhamat. Sama seynası birlik dünyası, sama halkımın aşık teşnası. Sama sama deymu, sama deymu, bahar gıdan sabah sabah deymu. Nimcanға can derman madar bergen, ulug melhem dava dava deymu. Sama qaynaydı dostum sama sal, sama taxtının şahi bulup kal. Marasın bizge ecdattım, cesur merdane karvandım. Şal bulmaydigan kim bağır, sabah salgan bu meydandım. İnatlık mikri daralgan, biz oynaygan samadım. Şal bulmaydigan kim bağır, sama salgan meydandım. Sama seyna
Güller samasıga Zımın asman kılır xəndəm Sama salqan qirindişim Taqdık tuş küvet səndə Sama salsak karamet Ocaqmaydı tapandım Sama üzü yaralğan Yürekdeki sapqandım Sama seynası birlik dünyası Sama halkının aşık teşnası Sama kaynaydı dostum sama sal Sama taxtının şayi bulup kal Rahmet. Alamet. Bek kızgın, bek şundak peyzi oynadanlar. Bir kızımız, aslanımız Alamet'te, oğlu olduk, jigittek sama selvetti. Kaşkağa kelip, samanın en ölçemlik şekil nüskusunu köymeye kessek mi olmaydı? Yaman çıraylık oynanıldı, sizlerge rahmet. Samanı yaxşı saldanlar. Bu samanı bir oynap çıkıyor edem xeli tələydi. Bu aşında xeli edem sınaydıgan bir usulü, tenərket. Naqşımızdan tekstigəndək bu bir inaqlıq sorunu. Mikrimambet nuru çaqnaydıgan bir seyna usul sama seynaları. Əmdi Maykarnınki en azan muvafıq bahadiki, en yaxşı sübətdiki ve en əla boğan mulazimetler bilen Qashqar diyardagi har millat xalqimizga mashina ehtiyoji, mashinaning har xil ehtiyojlar uchun o'ziniki yaxshi bir mulozimatlar bilan shu tunji do'konlarni kengaytirib taqimi savdosining ravnaq bo'lib ketishini ham orzu qilamiz. Shundaqla shu maydondagi hamma ota-onalarningki farzand ishqidagi farzandlarga bo'lgan o'z qalbiga pikkan orzulariniki orzu bo'lishini tilaymiz. Yaqinda shu ota orzusi televiziya filmiga asos naqsh qilib yozgan Ata arzusu degan naqshni huzurunga sunib, sahnada tushib ketsam rahmat. Gözüm tolğan bilen yaşqa Gözüm tolğan bilen yaşqa Yenip kelgeymi ketkenler Beşin urğan bilen taşqa Beşin urğan bilen taşqa Yenip kelgeymi ketkenler Beşin urğan bilen taşqa Beşin urğan bilen taşqa Köngül külmey hayat başka yaşaş başka nime demeydi her kimle elem kelmegice başka hayatta her nefes nimet umtetülür hikmet bir şirin öter daim kanaat olsa sana hemrah
deymu Süyüpsünlerni yaşaşqa İnanlıq gevhiri qalbi Yigit kız bağımı asraşqa İnanlıq gevhiri qalbi Yigit kız barmı asraşqa Kerindaş barmı asraşqa Rahmat, ustoz san'atkor. Bizning yurtimizga yaqin tutadigan naqshchi, kompozitor ustozlarimizdan Abdulat Abdukim apandimga bugungi Maykar guruhining Qashqar shahrida elib berilayotgan do'kon ichish murosimi hurmati bilan yana bir qatam minnatdorligimizni bildiramiz. Kasbiy hayotiga texmi zo'r muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Ishlaringiz texmi barakatli bo'lsin. Rahmat Abdukim apandim, armag'aysiz. Rahmat sizga. Abdukim apandim jiddiy rasm uchish bilan aldirash hozir. Abdukim apandim. Siz o'tirgan Z 963 numaralı aeroplan hazır uçudu. Sizga bir chavak chaqan anglamay qaldingiz. Qayta chalamiz. Rahmat sizga. Xursand bo'ldik qadrli do'stlar. Albatta biz bugun Davlatbog' ko'chasiga joylashgan, ya'ni Qashqar shahridagi Davlatbog' ko'chasiga joylashgan yemak-ichmak shaharchidagi Maykar shirkatininki tarmoq do'konini ichish murosimini o'tkazib turibdik. Ko'rman do'stlarimizga salomimizni yo'llash bilan birga do'stlarimizning bugungi yig'ilishimizni do'stlar chamberki orqali ham baharlab qo'yishini, shundaqla Alkuy to'g'riga tava butkul taratqularning ham bizning bugungi bevosita ko'rsatishimizni qo'llab, texmi ko'p abonentlarning ko'rishi uchun keng bo'shliq hozirlab berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Navbatdagi minutlarda yana mening yaxshi do'stim hem shundaqla sahnaga yarashgan naqshchi birodarlarimizdan o'zining chiroyli naqshlari bilan bizning yuragimizga, qurdoshlarimizning qalbiga naqsh sizib kelayotgan ham uzun yillik bolalar naqshlari ijodiyatchisi bizning suyimlik qurdoshlarimizdan Kerem Abbasni sahnamizga taklif etamiz. Qani Kerem sahnamizga marhamat. Rahmat. Salam Qashqar diyoridagi barliq aka hadilar, ota-onalar, suyimli ustozlar, ağinlar, hammalarniki tushdan boshlab hozirgacha bo'lgan kashinglar xayrli bo'lsin. Yuqorida bosh tema bo'yicha qaytib kelsak, yaqin do'stim Shuhrat telefon o'ynashni bak yaxshi ko'rdi. Kichigidan telefon o'ynab bo'lgan bola. Do'stimninki barliq xo'shalliqlarga mashinachilar yoqqa biz birga bo'lib kelyapmiz. Bugun mana Qashqar diyoridimi, shu mashinani yaxshi ko'rgan do'stlarimiz uchun bir alayda mulozimat turlarini olib kelibdi. Ishlariningki yaxshi bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Yana sevimli ustozimiz Abdulat akam bilan yana bir tongtayan shu qilganimdan o'zimni bek xo'shalik his qilyapman. Harmag'aysiz ustoz, mundaq bir imtiyozimdan foydalanib biz mau yangi naqsh qilsak, mayli nijot bo'lsin, mayli hazratli, mayli mutallib bo'lsin, mayli men bo'lay, bir-birimizga fanshan qilamiz, adashqanlara xo'pdi deb. Lekin shu ablatkamlarga avatib, qanlara xo'pdi deyish uchun bek aldirashligini bilamiz-ku, bugun bir fursat kelibdi. Shundan qarsam sizni abay nijot degandek Z degan aeroplanga aldirayotganingizni bilaman. Kit qil anglamsiz, unda bo'lsa, yangi naqshamdan birini sizlarga sungash ablatkamga bir tasdiq qilib olay. Ruxsatmi da? Rahmat. Bu akşamdaki temisi yeni bir gün. Bu bir yeni tür. Bu içildi. Biz yeni bir günde ettikende kopup qandaq işlar yolu qilganimizni bilmaymiz, lekin hayotga kulibla baksak har qanday ishimizning yaxshi bo'lib ketishi temisida bir yeni bir kun temisida naqsh yozgan huzuringizga sunay. Yoqtirmaysa. Marhamat. Yeni bir gün başlandı, bilmedik qaysi arzu arman ravan. Meyli bugün qandaq gün bolsun, hayatqa bo'lgan muhabbet davan. Uyg'un almaysan gahida, sayrigan sani жүрүп. Ranjimigin sen fakat özündün, oygandın yanıma külüp durup. Çıktın öydün yalnız, belkim sana uçurmaz taksin. Huzurda bilgin her görgenimni, mana bu turmuş betleri. Yeni bir gün
eskiler Hammamizni sınar yalgan günler Armanların üçün uxlamay tünler Ne görgeningni kiyimler diller Bu hayat sınaqları köp Charchitar turmuş g'amleri Mehirge to'lgan yuraging bo'lsa Yengib ketasan hammani Yeni bir kun boshlandi Bilmadik qaysi orzu armon ravon Mayli bugun qandoq kun bo'lsin Hayotga bo'lgan muhabbat davom Yeni bir kun boshlandi Bilmadik qaysi orzu armon ravon Mayli bugun qandoq kun bo'lsin Hayotga bo'lgan muhabbat davom Hammamizniki har bir kunning xo'shal-xo'ram o'tishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Do'stlarimning, Qashqardagi barliq do'stlarning, hammamizning, hammalarning Mayli bugun qandoq kun bo'lsin Hayotga bo'lgan muhabbat davom Yeni bir kun boshlandi Bilmadik qaysi orzu armon ravon Mayli bugun qandoq kun bo'lsin Hayotga bo'lgan muhabbat davom Hayotga bo'lgan muhabbat davom Rahmat ustoz, rahmat ustoz, rahmat. Do'stim Nijatga topshirib beray, qolgan gapni sen yig'ishtirib ber. Rahmat, albatta. Keramniki mushunaq ijodiyatlarda bizga bir yangilik, zamonaviylik edi kelib turdi. Go'yo naqshlarni anglasak biz yiqimliq melodiyalar orqali o'xshamaydigan tuyg'ularga g'arq bo'lsak, yana go'yo naqshlarda bir xil zamonaviylik, jushqunlikni his qila oladi ekanmiz. Keramning naqshida aytilganidek, amaliyat har bir kunimizda hayotimizda qanday o'zgarishlarning, nima ishlarning bo'lganligini bilmaydi ekanmiz. Ammo to'g'ri bo'lgan dunyoga qarshi qimmat qarshini o'zimizga miro qilib, dunyoga kulib qarsaqlam, balkim nurg'un ishlar o'zining hikmati bilan bizning oldimizda texmo go'zal kunlarni hazırlab berishi mumkin. Shunlashqa do'stimning ham yangi bir kunlarda ishlarining texmi xayrlik bo'lishini, har kun, har tun, har vaqtining texmi go'zal bo'lishini, tiniqlarining rohat bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Qadrli do'stim, albatta Ablatkam shunaq ishtiyoq bilan anglig'ini qaragan chaqda bu naqshida haqiqatan moda bo'lgan bir tarafi bor o'xshaydi. Ham bu naqshining men shaxsan bir filmni o'ylab bo'ldim. O'zimning atdiganda qo'polmayotgan, noyat tasti qo'pib ish qilmoqman deb mashina to'g'riyamayotgan o'zimni deb o'yladim. Balkim ba'zi naqshlarni quloqimiz bilan anglaymiz, ba'zi naqshlarni yuragimiz bilan tingshaymiz. Ba'zi naqshlarda aytilayotgani u naqshchining hikoyasi emas, bizning hikoyamiz bo'lib qolishi mumkin. Shunlashqa mana bu shuningdek san'at kattalarining va yoki san'at shaydonlarining va san'at yo'lida izlanguchilarning natijalarining texmi barakatli bo'lishini, texmi yaxshi asarlarni ro'yobga chiqarib, har millat do'stlarga ma'naviy zo'q ato qilishini umid qilish bilan birga bugünkide xayrlik yig'ilishimizda yana bir qitim Maykar guruhininki Davlat bog' yemak-ichmak ko'chasiga joylashgan, ya'ni Azizani Qashqardagi tarmoq do'konining tijoratining barakatli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Mening yana shundoq bir do'stim bor. Bu do'stimni men intayin yaxshi ko'raman. U o'zining turmushda boshqalarga tutgan odamiyligi bilan, fazilati bilan bizning yaxshi qurdishimiz bo'lsa, san'at yo'lidagi tirishchanligi bilan qo'lga keltirayotgan natijalari bilan ham bizni faxrlantirayotgan suyumli bir naqshchimizga, cho'lpinimizga aylandi. Nurg'un qizlar balkim uning mastanisi bo'lishi mumkin. Nurg'un yigitlar balkim uni shunchalik yaxshi ko'rsimi, biroq qiz do'sti o'zidan bakrak uningga amroq bo'lganligi uchun hasti qo'zg'alib qolishi mumkin. U bo'lsa-mu bardam qamlashgan, kelishgan kuylar nima?
Eng yaxshi qo'llig'isimi ama ko'pchilikdan so'rayotgandim adash. Hazrati Ali Muhammad Tursun kuylar elchisi suyimli do'stimizni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Beni qachon bir kuylar shohsodisi deb chaqira. Men dedim. Sen de to'g'rasa, Didar G'animat do'stim, xush kelibsan. Rahmat Nijat. Ablatkam degandek Nijat hammamizni o'zgacha ish qilib, shunda ko'nglimizni qilib, shunda o'rimtimizni qilib, har qitim bir faoliyatlar uyullab bo'lsa, ish qilib bek suyundirsa. Rahmat adash. Sinimi ta'sirliksiz darajada o'zim shunda iste'dodliq, shunda ish qilib yomon jihatdan bir qiz gap. Rahmat. Salom Qashqar shahridagi bugungi Maykar Goroyninki Qashqardagi shu ichilish murosimiga qadam tashlab qo'ygan katta faoliyatiga qadam tashlab qo'ygan hurmatli ustozlar, kasbdosh do'stlar, andan har sohadagi Qashqar shahridagi hurmatli ota-onalar, akalar, do'st birodarlar, inson-olar, yaxshimsizlar? Hammanglar do'stinglar, Hazrat Alidan salom bo'lsin. Rahmat. Faoliyat başlanğandan tatiplam Nijatning boshchiligida nayt ko'tarangi, nayt yaxshi bo'ladi deb mutalibcham shundaq avjiga chiqib naqshlan so'qildi. Undagi Aygul Malim, Mo'mjakam, Ablatkam, Keramag'inam hammalar shunda o'zining kuchini chiqarib, bugungi mush faoliyatning yaxshi bo'lishi uchun o'zining tilaklarini, yaxshi so'zlarini, yurikidan samimiy gaplarini deb bo'ldi, naqshlarini aytib bo'ldi. Endi menmo davomli bugungi orzuyim shu, gap kutyapti shu o'zingni Nijat qasdan deb. Maykar Goroyning ishlarini texim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Shu o'zingizning Shuhrat og'inimizning mush tirishchiligiga texim ko'plab natijalarni qozonishini umid qilaman. Jamiyatga texim ko'p yaxshi asarlarni qo'shishni, foydalarni olib kelishni uchun ko'nglim umid qilaman. Unda bo'lsa menmo mush faoliyatning sharpiga o'zim yaqinni yoqni amroq bo'lib qolgan. Endi burunmi amroqdim, lekin yaqinni yoqqa tayyorlagan bir kayfiyatli bir naqsham bor. Shu naqshamlar sizlar uchun xizmat qilgan bo'lsam, hammanglarni yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Tang kulgaymiz demidimmi deb naqshani boshlab ketmoqchi. Marhamat, yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Rahmat. Hey. Vay silah babu! Rahmat. Ümit kimge yar bolsa tapar unigarine. Ümit kimge yar bolsa tapar unigarine. Adılda armağan var bolsa Çaro dilberini, adılda armağan var bolsa, çaro dilberini. Erçak uşanlık küller, yanda dostem yarenler, yanda dostem yarenler. Demedim mi? Sen gülgeysen demedim mi? Biz gülgeymiz demedim mi? Kuyga to'lgan Maykarda sen gülgeysen demedim mi? Hepimiz gülümüz demedim mi? Rahmat. Bu zehirli kalemni kürüp beyram bolmağın. Bu zehirli kalemni kürüp beyram bolmağın. Arısal beyti kegende ben kaygıga bakmağın. Arısal beyti kegende ben kaygıga bakmağın. Erçak uşanlı güller, yanda dostem yarenler. Rahmet Metelcan. Yanda dostem yarenler. Demedim mi? Sen gülgeysen demedim mi? Sen gülgeymiz demedim mi?
Kuyga to'lgan maykarda biz kulgaymiz demedimmi? Hammamiz kulimiz demedimmi? Hammalar tininglar salomat bo'lsin. Maykarlar bo'lgan hamkorliginglar yaxshi bo'lsin. Oxiri botdi. Rahmat. Qurbanjon ustam oxiri botdi. Demedimmi? Sen kulgaysan demedimmi? Biz kulgaymiz demedimmi? Kuyga to'lgan maykarda biz kulgaymiz demedimmi? Hammamiz kulimiz demedimmi? Voy, rahmat, yoqtirib anglab bergan. To'xtamay is qaytib bergan. Menga masaj bergan barliq do'stlar hammalarga ko'p rahmat. Qurbanjon ustam, deyishni unutib qoptiman. Siz mo jafo chekdingiz, lekin rahmat, oxir chiqdimmi? Aşağı qilgandim shu, mana bir ko'nglimni gaplarni deblam oxirdilam. Qilib aytib oldiganga. Rahmat. Hammalarning xo'shal kayfiyatinglarga onda bo'lsa, menmi shu faoliyatning oxir vaqtlar kelib qopdi. Unda bo'lsa bir bugun hammamizga aniq, bugun hammamiz tan qo'shiladigan, chunki men yerda hamkorlik bo'ladi, Maykar Goroyi bilan mush Qashqardagi o'zaro hamkorlashganlar jig'ildinglar bugun. Shunga hammanglar bugun bo'lsa tantana qilsanglar, albatta bizning ansambldagi bolalarmi Tan sizlar uchun yana mush qo'shiqlardan tan bahramand bo'lib, tan qizitmoqchi biz hammalar birlikda. Shunga men usullik naqshamdan bir so'qirmoqchi maqsadim. Hammalar mush oxir vaqtlarda tan bir mashrab qilib kelsak, bugun xo'shallik uchun hammamiz tan bir xizmat qilib kelsak, tumanda men mush yangi plastikamda sizlar uchun tayyorlagan mush Qashqar shahridagi Tuman daryosida Yingbaza kuylangan bir usullik naqsham bor. Lekin ahangmi Qashqar ahangi, lekin tekstni o'zimiz yozib, mushtaq bir chiroyli tekstimi ispaganti bir ağinimiz şunlardan bir eğitip çıkardım. Şu akşamlar hammalarni bir meydan usul teklif qilsam, unda bo'lsa bir qani usul o'ynab kelsak. Rahmat. Hey. Bizning Olimjon odatda ancha chaqchaq qilib qo'ydi. Mushta muzikalar kelgan chaqda qo'yman degan muzikani qo'yman. Unda bo'lsa hammadan Maykatga bolalar bir boshqalar Sözün özü bir baş bulak, bizim ansamblımızda bir baş bulak. Bir meydan usulü olmasak. Kini, iyici botamayın, merhamet. Metles kiyipti, vayda dey çimen dupa beşida, vayda dey çimen dupa beşida. Sanat kıçamında şıkkı vayda dey, tümender yak eşida, vayda dey tümender yak eşida. Sanat kıçamında şıkkı vayda dey, tümender yak eşida, vayda dey yımbazanık eşida. Süge yarine vayda dey, taşlap ketkili olmaz. Vayda dey, taşlap ketkili olmaz. Süge yanın küzüne vayda dey, yaşlap ketkili olmaz. Vayda dey, yaşlap ketkili olmaz.
tapar söz çöçek Vayda deydim ben bu yida tursak Vayda deydim ben bu yida tursak Hiç kim murava kömez vayda dey Ay yürek kanmay ayrılsak Vayda dey yürek kanmay ayrılsak Hiç kim murava kömez vayda dey Ay yürek kanmay ayrılsak Vayda dey yürek kanmay ayrılsak Yol kandak çidaydı vayda dey Cirik turup ayrılsak Vayda dey cirik turup ayrılsak Rahmat. Chiroyli o'ynab bergan bugungi mush faoliyatninki texmi bir avjiga chiqish uchun xizmat qilib bergan barliq aziz do'stlar sizlarga rahmat. Oxirida aytganim Shuhrat adash bundan keyingi ishlaringiz ham yaxshi bo'lsin. Salomat bo'ling. Yuqori olqishlar bilan davomli suyimli riyosatchimiz Nijat og'inamni ham riqdim. Sizlarga taklif qilsak mehmonlar bir chavoq chap bersanlar rahmat. Rahmat, qadrli do'stim, jamu qarim. Hazreti Ali Muhammed Tursun'un bugün seferini jiroq ko'may Qashqardagi Maykar xaridarlari uchun naqsha etish bilan naq maydonga yetib kelganiga minnatdorligimizni bildiramiz. Safar otlaring yerib qolmasin adash, safar tulpuring texmi jiroqlarga chapsin. Sana omad tilaymiz. Ham shundaqla natijalaringning texmi ko'k yetishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Seni yaxshi ko'ramiz. Rahmat sana. Xo'sh, qadrli mehmonlar, faoliyatimizning mana shunday xayrli minutlarda oxirlash paytlarida biz yana davomli Qashqar tarmoq do'konining mas'uli Aliyaxon qizni ikki kalima shirkat haqida o'zining tabrikini aytib berish taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Maykar guruhi Qashqar tarmoq şirketining mas'uli Aliya bo'lman. Qarab beray. Mendan hammalarga o'tliq salom, ali ehtiromlar bo'lsin. Bundan keyin Qashqar diyorda men sizlarning xizmatinglarda bo'lman. Maykarmo sizlar uchun ali mulozimati bo'ladi. Bizning asosli turlarimiz mashina ijara berish, yangi mashina, nimkash mashina ilm setim va mashinalarni qarzga bejirish degandek turlar bilan bo'ldi. Hozir gap qilishni bilmaydi ekanman, hamma ondan to'g'ri tushunishni umid qilaman. Siz azroq nutq qilishni o'rgansangiz, xaridorlar faqat yaxshi mulozimat qilmaydi ekansiz. Yuqori maosh bergan taklif qilamiz, adash men ishlaymaydi. Chaqchaqa Aliyaxon qizal jiddiylashib qoldi, biroq Aliyaxon qizning jumladan Aliyaxon qiz mas'ulligidagi shirkat xodimlarining, tarmoq do'kon xodimlarining cho'qim xaridorlarga eng yaxshi holatda mulozimat qila oladiganligiga ishonamiz. Sizlarga omad tilaymiz, ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Chavak. Bunda qilaylik mehmonlar. Albatta bizning bugungi yig'ilishimiz ajoyib go'zal tariqada davom etdi. Biz asli faoliyat mishada oyoqlashtirib tamamen bulatdi. Shuhrat efendim telefon paranlışı etibdi. Şundaq bo'lsa-mu, eng oxirgi 5 minut vaqtimiz bor-ki, men bir naqsh etib beray. Men naqshchi emas, shunlashqa o'zimning uchurtimni eng oxirgi tizib qo'ydim. Chunki bugun biz maxsus san'atkorlarni, naqshchilarni naq maydonimizga taklif etgan, biroq hayotni suydigan, turmushni qadrlaydigan, vatanga, partiyaga, jamiyatga minnatdorlik bor har bir qarindishimizning naqsh etish huquqi bor deb o'ylayman. Ham biz o'zimizning go'zal tuyg'ularimizni naqsh orqali ifodalasak tamamen bo'ladi. Yuqorida do'stlarim Coşkun naqshlar bilan sizlarga xushluq baxsh etgan bo'lsam hamda ota-onalarim anglab turib muhabbatlashib turib anglagan nishadik cho'nglarimizga bakrak yaraydigan. Bo'z xalsanglar tang so'yinsanlar bo'lgan bo'lsa, charchab qolgan bo'lsanglar anglab muңын alaydigan bir yurish chatma naqshlarni hadiya qilay. Yoqtirgaysizlar. Yangi bir yurish chatma naqshlarim sizlar uchun.
kaşların yelpinedi saçların ey yar sen yarımның derdi de tükiledi yaşların Kara kara kaşların yelpinedi saçların ey yar sen yarımның derdi de tükiledi yaşların ey tükiledi yaşların ey yar sen yarımның derdi de tükiledi yaşların şeref kılsam bağımga kirse Sehra yüzüdün yarım kelse şeref kılsam bağımga kirse Şatlığım kalbimgi tolsa o yüzlük minin yarım Humma göz minin yarım Şatlığım kalbimgi tolsa o yüzlük minin yarım Humma göz minin yarım Pişkan ürgüm, ürgüm ma ürgüm Bağda pişkan ürgüm Seni birdem görmesem Çidim aydı jürgüm Seni birdem görmesem Çidim aydı jürgüm Men baray mikin onda yar 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 giler mikin onda yar yar Men baray mikin onda yar 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 gilem mikin onda yar yar Yarga yar kirek bulsa yar yar Kol silip kiler munda yar yar Yarga yar kirek bulsa yar yar Kol silip kiler munda yar yar Attım deryağa şirin can canıma Leyli billip çökmeydu şirin can canıma Sen yarımның otları şirin can canıma Yalpıllaydu üşmeydu şirin can canıma Sen yarımның otları şirin can canıma Yalpıllaydu üşmeydu şirin can canıma Yağlığın nişamal kayırıp seni görsetti Güller ara bulbul sayrap seni esletti Yar yar dep gece gündüz yürekler teşna deryağa şirin can canıma Leyli billip çökmeydu şirin can canıma Sen yarımның otları şirin can canıma
Yalqullaydı öşmeydi şirin can canıma Yalqullaydı öşmeydi şirin can canıma Şirin can canıma Rahmat, yana bir qitim cavab bergan barliq do'stlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Xo'sh, naq maydondagi aziz mehmonlar, Alkuyi to'rig'i tava barliq taratqulardagi suyimlik to'rdosh do'stlarimiz, ko'rmanlar, shundaqla Maykar guruhining ixlosmand qo'llovchilari. Sizlarning ishtirok qilishinglar bilan, qo'llab-quvvatlashinglar bilan Maykarning taraqqiyotiga guvoh bo'lib turyapmiz, shundaqla qo'lga keltirgan natijalardan faxrlanib turmoqdamiz. Mana bugun Qashqar shahrida Davlatbog' Kutsi yemek içmek şehirçisinin içigi joylashgan Maykar guruhininki Qashqardagi tarmoq to'kini ichiliqligiga guvoh bo'ldik. Shunaqla o'zimizning yaxshi tilaklarimizni bildirdik. Biz avtomobilga ehtiyoji bo'lgan iste'molchilarimizning avtomobil setib olish, avtomobil remont qilish, avtomobil asrash, avtomobil yuvib tozalash, hattoki avtomobil sug'urtasi setib olish qatorliq barliq mulozimatlarda Qashqar shahrida Maykarni unutib qolmasligini tavsiya qilamiz. Shuning bilan bizning bugungi bevosita ko'rsatishimiz shunaqla naq maydon ichilish murosimimiz mishada oyoqlashdi. Barliq do'stlarimizdan qadam tashrif qilganiga ko'pdan ko'p rahmat. Yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr xo'sh, omon bo'linglar.